Assalomu alaykum do'stlar. Moskvadan Toshkentga reysiy avtobuslar do'stlar, posatkalar bo'lyapti. Telefon qilib kelaverasizlar. Ekranda nomerlar, tanlovda adashmanglar do'stlar. Ishonchli nomerlar. Ikkita avtobusimiz mana qatorasiga yo'lga chiqib ketyapti. O'zbekiston nomerda reysiy avtobuslar. Mana aka-uka ayollar ham bor do'stlar. Telefon qilib kelaverasizlar. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Tanlovda adashib qolmanglar. Bitta like bosib, podpiskani bosinglar. Registratsiyasi kuygan, reyestrga tushgan yoki bo'lmasa patenti kuyganlar ham telefon qilaverasizlar. Yo'lkadan tashqari 3-4 so'm rasxoti bo'ladi. Bez deport, bez zapret olib chiqib ketamiz do'stlar. Telefon qilib kelaverasizlar. Avtobusimizda hamma sharoiti bor. Zaryadniy устройство, monitor, kuller sharoitlari bor. Voditellarimiz o'zbek. To'g'ridan to'g'ri O'zbekistonga yetib boradigan avtobuslar. Komfort avtobuslar. Telefon qilib kelaverasizlar, nomerlarni yozamiz. Mana opalar ham ketyapti. Ayol kishilarga oldidan joy qilib beramiz. Telefon qilib kelinglar do'stlar. Moskvadan Toshkentga, Toshkentdan Moskvaga reysiy avtobuslar do'stlar. Mana bitta ism familiya bilan chiqyapti. Ichki holatlarni ko'rsatamiz. Avtobus ichki holati. Bitta aka opa singillar joylashyapti avtobusga. Zaryadkalari bor, hamma sharoiti bor. Avtobuslar cho'tka avtobuslar. Tanlovda adashmayman. Chiqib chiqaryapti hozir. Reysiy avtobus. Kuller. Do'stlar. Telefon qilib kelaverasizlar. Zaryadniy устройстволар yosh bolalar ham joylashib ketsa bo'laveradi. Monitor, kamera, безопасность, cho'tka avtobuslar do'stlar. Telefon qilib kelinglar, ekranga nomerlarni yozamiz. Yukka pul olinmaydi, 1 so'm yukka pul olinmaydi do'stlar. Komfort avtobuslar. Hozir sizlarda avtobusning yukxonalari keng. 50-60 kilogacha yuklarni olasizlar. 1 so'm pulsiz bepul ketadi. Yuklarga pul olinmaydi. Bitta chamadon, bitta ruchnoy quvvasinglar ham 60-70 kilo bo'lib ketsa ham hech yo'q. Prosta kompaktni qilib olasizlar do'stlar. Komfort cho'tka avtobuslarda kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, O'zbekiston nomer mana 611 411. Uzavtrans kompaniyasi avtobuslari. Ishonchli avtobuslar do'stlar. Posatkalar bilan Al-Xorazm avtobusi ham chiqyapti. Bu Uzavtrans kompaniyasining avtobuslari do'stlar. Telefon qilib kelaveringlar do'stlar. Tanlovda adashib qolmanglar. Xudo xolasa o'zimiz kutib olib, chiroyli qilib jo'natamiz. Manzilga po biletu, po местам ketmoqchi bo'lsanglar, ekranda nomerlarga telefon qilinglar. Bitta like'larni bosinglar, podpiskani bosinglar do'stlar. Cho'tka avtobuslar.